Bu darvozabon penaltini qaytardi va raqib muxlislar uning seyvini nishonlab tabriklashdi. Bunday narsa aslida tasavvur qilib bo'lmaydi, lekin sababi juda ta'sirli. Brent Stevens Belgiyada Genk uchun birinchi professional o'yinini o'ynadi, lekin vaziyat og'ir edi. Otasi o'sha haftada kasallikdan vafot etgan edi. O'yindan oldingi sukut daqiqasida Liesh futbolchilari unga qo'l berib dalda berishdi. Bu Brent uchun allaqachon ta'sirli lahza edi. Lekin eng yaxshisi hali oldinda edi. O'yinning oxirgi daqiqasida Liesh penalti oldi, ammo Brent uni qaytardi. Raqib muxlislar xursandchilik bilan qarsaklashdi. Ana shu paytda futbol sport chegaralarini kesib o'tdi. Faqat bitta jamoani qo'llab-quvvatlash kerak bo'lgan stadionda raqobat yo'qoldi va insoniyat g'alaba qildi. Qarama-qarshi tribunadan olqish